Assalomu alaykum kichik do'stlar, tövəndə mən sizlərə Аққу namlıq çöçəkni oqub berməkçiman. Çöçək Аққu. Burunqi zamanda bir padişah bulub, onun 11 oğlu və Eliza ismlik bir qızı var ekan. Xanish alamdan o'tgandan keyin padişah qayta uylanıbdı. Yangi Xanish şahzadalarni Аққуға aylandırıb qoyubdu. Xanish Eliza'nın gündən-günə çiraylıq üsatqanlığını görüb, onun üstü başığa qaramay sürtüb qoyubdu. Padişah bu sərt meynat qızның özünün qızı ikənligiga ishonmabdi. Bechara Eliza axir ordadan qo'g'lab chiqarilibdi. Eliza ko'l bo'yiga kelib, yuyinib tarinib, yana burunqidakla go'zallashib ketibdi. Kech kirganda Eliza yumshoq o'tchib ustida yetib uxlab qopdi. Eliza ertesi saharda dengiz bo'yiga ketdi. Gugum tushganda u boshlariga toj taqagan 11 Аққуның o'zi qarab uchib kelayotganligini ko'ribdi. Аққулар yerga tushib 11 shahzodaga aylanibdi. Eliza akalarni quchoqlab xo'shalligidan yig'lab ketibdi. Shahzodalar suyumlik singlisini bu yerdan ilib ketish uchun kechini kunduzga ulab yo'g'on ham puxta bir to'rt to'qibdi. Tong etibdi. Аққулар Elizani to'rga silib, to'rning to'rt tarafidan tishlab, dengizning qarshi tarafiga qarab uchibdi. Ular bir kun uchib, bir go'zal orol to'ltiga kelibdi. Kech kirganda Eliza bir tush ko'ribdi. Tushida bulut orasida uchib yurgidek. Bulut orasida bir mehribon mo'may paydo bo'lib, uningga chaqqoq qo'zig'ida yepinchi to'qib akalaringga artsang, ular odamga aylanadi. Bir shart yepinchi putkucha hech kimga bir eg'izmi gap qilma, bo'lmasa ular hayotidan ayrilib qoladi, debdi. Eliza uyqudan uyg'onibla chaqqoq qo'zig'i o'zgili mengibdi. Chaqqoq tikanlari uning qo'liga sanjilib, qo'llari o'tda ko'ygandek og'rib ketibdi. Eliza shuningdan e'tiboran bir eg'izmi gap qilmay, kecha kunduz yepinchi to'qishga kirishib ketibdi. Bir kuni bu orol davlatining podshohi go'zallikda tangdishi yo'q bu qizga ko'zi tushib, uni o'z amriga olibdi. Ammo Eliza podshohga bir eg'izmi gap qilmabdi. U kunduzi podshoh bilan birga bo'ladi ekan. Yerim kechida podshoh qattiq uyquga ketganda chaqqoq qo'zig'i uzib kelib, yepinchi to'qiydi ekan. Bir kuni yerim kechida Elizaning qabristonlikqa chaqqoq qo'zig'i uzgili barganligini ko'rgan bosh episkop, Eliza perxon ekan, uni cho'qim o'tda ko'ydirib o'ldirish kerak, deb podshohga chiqibdi. Eliza zindonga tashlanibdi. Ammo u yanala yepinchi to'qishni to'xtatmabdi. Eng oxirgi yepinchining yangi qolganda chaqqoq qo'zig'i tugab qopdi. Tong etibdi. Bosh episkop Elizani yog'och dövsiga ishtiribdi. 11 Аққу Elizaning beshida peqirab qayg'uliq nola qilibdi. Eliza yepinchilarni Аққуларga qartib etibdi. Аққулар yepinchilarni kiyib shahzodaga aylanibdi. Kenji shahzoda bir yangi yo'q yepinchini kiygashga bir qanoti qopdi. Eliza axir akalarni qutuldiribdi va gap qiladigan bo'pti. U kishilarga bo'lgan ishlarni so'zlab beribdi. Kishilar ta'sirlanib, uning g'ayratiga afirin o'qibdi. Podshoh chiroyli guldan birni Elizaning maydisiga taqib, uni qo'ltiqlab o'rda qarab yo'l olibdi. O'rdada katta ziyofat o'tkazilibdi. Eliza va uning akalari baxtli, xo'shal-xo'ram turmush kechiribdi. Omoq do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushada oxirlashdi. Allohga omonat.